Shuni maqtaganmidi keliningiz? Onam? Onam, to'xtang. Shoshmang. Onam, to'xtang. Onajonim, qayoqqa ketib qoldingiz? Sizni xafa qilib qo'ydimmi, mehribonim? Sizni tanimay turibman. Kimsiz? Ya. Onam, hazillashmang. Bolam kimgadir o'xshatdi shekilli. Uzr. Onajon. Altsgeymer. Boshlang'ich holat. Eng avvalo so'nggi voqealar unutiladi. Eski xotiralar uzoqroq saqlanadi. Ba'zida yaqinlarini tanimay qolishi mumkin. Lekin bu unutdi degani emas. Miya chalkashadi. Eng muhimi agressiya yo'q. Ammo stressga yo'l qo'yish kerak emas. Tanish muhit foydali. To'liq tuzalish afsuski bo'lmaydi-yu, lekin kasallikni sekinlashtirish mumkin. Bujon. Bir kunda eng yaxshi ikkita ustozimdan ayrilamanmi? Ha. Bo'shamasak bo'lmaydi. Uyga qarovchi olsakchi? Yo'q. O'zim qarashim kerak. Unda maktabda yurib tursalarchi? Doktor tanish muhit foydali debdi-ku. O'zlarining o'quvchilari, yopiq hudud, kameralar bor, hech qayerga ketib qolmaydilar. Bitta xodim biriktiramiz bo'ldi. 5 soat darsingizni 3 tagacha tushiramiz. Tushuning. Onam endi kasal odam. Agar ular maktabda qoladigan bo'lsalar, sizga ham gap tegishi mumkin. Bu ham to'g'ri. Shunchaki Bujon ustozimiz tuzalib ketmasalar ham, hech bo'lmasa yomonlashib ketmasinlar demoqchi edim. Bujon ustozni maktabdagilar o'z bo'zdek yaxshi ko'radi. Ular bizni ham onamiz. Rahmat ustoz. Baraka toping. Vaziyat boshqacha. Komil aka, onaxon yo'qolib qoldilar. Onam chiqmadilarmi? Yo'q, chiqmadilar. Kutubxonani qaraylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onam kirmadilarmi? Yo'q. Onamni ko'rmadinglarmi? Yo'q. Shoshilma qizim. Bayramga chiroyli bo'lib borishing kerak. Bujonim. Aylanib ketay. Ko'rdingizmi? Ta'tilgacha sinab ko'raylik. Hamma mas'uliyatni o'z bo'ynimga olaman. Endi ichi ham mazalimi ish qilib? Charchamadingizmi onam? Uzr. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Siz yangi ustozmisiz? Onajon, men o'g'lingizman. Voy qizlarim-ey, hammanglar chorakni 5 ga topshiribsizlarmi? Ha,
baraka topinglar. Sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Men o'zimni tortim bilan keldim. Birga nishonlaymizmi? Siz qaysi qizimizni dadasisiz? Bu menman, onam. Kechirasiz, men sizni tanimay turibman. Nega onajon? Axir bu menman, o'g'lingiz. Komil. Meni qiynamang, mehribonim, sizdan boshqa kim? Baqirmang. Darslaringizni eslayapsiz-ku, nega meni eslamayapsiz? Baqirmasangizchi qizlar Nega qo'rqishadi. onajonim, Qizlar qo'rqadi. Qizlarim qo'rqadi. Onajon, kechiring. Yordam. Tez yordam. Katta bo'lsang, kim bo'lasan? Sizga ossam, ustoz bo'laman. Siz kimsiz? Men sizni shifokoringizman. Ozgina mazangiz bo'lmadi. Hozir yaxshisiz, xavotir olmang. Hozir. Pastga qarab oling. Meni o'quvchilarim. Ularni taniyapsizmi? Bolalarim. Meni bolalarim.